Hormang usta. Yaqinroq. Endi sizlar keling. Ko'ryapsiz-a? Bir dona olov bu tomonga harakatlangan yo'q. Endi tutashni ko'ramiz. Uchmayapti. Mana qarang. Mana, ko'ryapsiz-a? Tortimda. Endi tortibda hech qanaqa muammo yo'q. Endi chiroyli obzorni boshlaymiz. Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli hamyurtlar, obunachilar. Mana bugun Toshkent viloyati Olmaliq tumanida ishimizni boshlab yakunladik. Ya'ni 3 ta qozonimiz, bitta bokimiz, mo'yka, рабочий stol, mangalimiz, рабочий stollar endi bitta ko'rsatib oling o'zingiz. Ko'ryapsizlar-a? Atmosfera nima deyapti? Endi chiroyli qilib opamiz, xonadon egalari opamizning fikrlarini eshitamiz. Opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Rahmat, rahmat. Qani, sizlarga ish ma'qul bo'ldimi? Ishdan ko'nglingiz ko'tarilgandek bo'ldimi? Rosa kutdilaring. Orziqib kutdik. Kutganimizcha bor ekan. Rahmat, rahmat. Rahmat sizlarga. Qo'linglar dard ko'rmasin. Rahmat, boringiz shukr. Qachondan beri letniy kuxnya qildiraman deb orzu qilib yurar edim. Mana nihoyat orzumga erishdim. Ilohim, ilohim. Ishinglardan juda ham minnatdorman. Kutganimdan ham a'lo darajada chiqdi. Rahmat, rahmat. Boshqalarga ham shu ustalarga murojaat etishlarini tavsiya etib qolaman. Sizga kattakon rahmat, salomat bo'ling. Endi xonadon egalari fikrlarini eshitdilaring. Chiroyli qilib, qanchalar sud bo'ldi, nima ketdi, nechta g'isht ketgandek, necha kun vaqt ketganini ham chiroyli eslatamiz-da. Asosiysi summasi birinchi o'rinda, to'g'rimi? Endi bir boshdan boshlaymiz. Рабочий stol. Endi nimadir qilishim kerak-da, ovqat pishiraman, boshqa qilaman. Endi idishni yuvishga mo'ykamiz, gaz konforamiz, duxovkasi bilan bu haligi kommentariyada yozib qo'yasizlar, hammasi zo'r bo'libdi. Shu gaz konfora, duxovkaligi eskiroq bo'lib qolibdi. Yo'q, bular juda ham hali akkuratli ishlatilgan, shuning uchun buni qo'yib, tepasiga vichkalarni sonka qilib qo'ydik. Endi bu yerda bemalol falonchi pichoqni olib keling, tovoqni olib keling, taqir qilib, oshni qilib, qo'yib, bitta borib, mazza qilib, soltot ish qilaveradi. Yonda boshda choy qaynatib qo'ysa, jigar bitta choydan damlab olib, mazza qilib choyni ichib, ovqat qilaylik desa bo'ladigan holat. Ko'ryapsizlarmi? Boshda oldiga chiroyli vodoprovod o'rnatib, har bir joyga rozetkalarda, vichkaniki, hamma narsani o'rnatib qo'yganmiz. Endi darsni davom etamiz. Nimalar davom etgan bizda? Bitta qozonimiz. Bu qozonimizni qaranglar-da. Qozonni chiqayotgan ovoz sezyapsizlar-a? Bu qozonlar Kukmariya qozoni. Birinchisi 25 talik 100 litrli, ya'ni 125 litrli. Ikkinchisi bu ikkita katta qozon bor-da. Endi bu yerda bemalol ovqat qilyapman-ku. Qanaqa rohat beradi bu narsa? Shundoq qilib aytdim, bemalol bitta joyda turib, ikkita qozonda ishlash uncha odamni haligi nima deydi, xayolga keladi-yu. Bu narsani ko'rish juda ham qiyin, qilish ham qiyin. Ammo biz buni uddaladik. Opamiz niyat qilgan ekan, kutishdi, keldik, dogovorda qildik, shu narsalarni mana bugun bitkazib berdik. Endi davom etamiz. Endi mana mangal joyini ko'ryapsizlar-a? Mangal joyini ko'ryapsizlar. Shu joyda ozgina pauza qilib turamiz. Nima bo'ldi? Mana shuni mangal nabori deymiz. Ko'ryapsizlar-a? Naborni qaranglar. Buni razmerini xohlagancha bu tomonga o'rnatinglar. Xohlasalang bu tomondan yana bitta suriladigan relasi bor. Ko'ryapsizlar-a? Xohlasalang yonidan yopib olib pishirmaysizlarmi? Yo'q, tutib ketyapti desalaring, baqa surib olamiz. Bunda tutash bo'lmaydi. Buni endi doimo amalda sinab ko'rganmiz. Hattoki choyxonalar, oshxonalar, kafelarga bundan juda ham katta hajmda qilib bitirib beramiz. Ulardan hech qanday muammo chiqmagan. Ko'ryapsizlar. Endi shashlikda qilib, yeb, boshqa qilib hammasini bo'ldikmi? Surib qo'yamiz. Ajoyib o'zgarish husn berib. Ko'ryapsizlar-a? Chiroyli qilib tepasigacha bitta ko'rsatib bering. Рабочий stol mangalni oldida ko'pchilik so'rayapti. Nima uchun stolni ko'paytirib yubordingiz? Endi ba'zi bir hamyurtlarimizda shuna savollar tug'ilib qolyapti. Stol juda ham ko'p. Usta aka, nima uchun? Endi hozir tasavvur qiling-da. Mangal urib bitkazganmi, yonib bo'm-bo'sh tursa, yemaydi bu narsa, to'g'risi. Shuning uchun stol hammasi joy-joyida qo'yilgan. Endi mana shu turib olamiz. Mana mikrofonni yaqinlashtiramiz, suvni qaynashini bitta eshitinglar. Xudo xolasa eshitilayotgan bitamiz. Kafellarda narx-navolari hech qanaqa bo'ldi.
va nimalar ishlatildi o'sha haqida to'xtalamiz. Bu yerga 1300 dona g'isht ketdi. Obunachilar 1300 dona g'isht ketgan. Endi juda borsa bir 700 kilo, 800 kilo sement ketdi. Mana shu joyni shundoq bitirishimizga endi uni ichida oz-oz yerga ham ishlab o'rganmiz. Buni alohida tema qilamiz hozir. 1300 dona g'isht ketgan. Endi xizmat narxini qanaqa bo'ldi desak, opamiz o'zidan so'raymiz. Opa, siz bilan keldik, do'govorda qildik. Nima qilish kerak? Hammasini batafsil aytdingiz, siz xohishingizni. Keyin shuni qancha siz bilan do'govor qilganmiz. Ana obunachilarimiz, hamyurtlarimiz ko'rib turibdi. Demak, biz ish stoli, rakvina, kuxnya uchun stol hamda mana shu 3 ta qozon, bak, mangali, рабочий stoli bilan jami 10 millionga dogovor qilgan edik. Shu ishni orasida o'zimiz yana buyoq bir ikkita bizga g'oyalar berdilar. Mana shu g'oya asosida mana bu yerda yopib, mana bu birato'la polni ham keramogranit bilan ko'rayotganlar polni yopib olishimiz tavsiya etdilar. Bitta mashinaga qaratib qo'ying. Chiroyli qilib o'zimcha obloshka olib qo'yaman-da. Mana shu panel ko'ryapsizlar, PVH paneldan. Buni ham endi haligi qilib berdik. Endi opam qana bo'ladi dedi. Endi ko'ngilini chiqarib beraveramiz deb qo'ydik. Xo'p, endi davom etamiz. 1300 dona g'isht ketdi. Endi kafeli qana bo'lyapti. Kafelni hamyurtlar, obunachilarimiz yaxshilab diqqat qilinglar. Kafelni 120 ga 60 bosishni ham tavsiya qilaman. O'zimizdan tashqari ustalarga ham. Nimaga bu? Toza keramogranit, metallogranit tavsiya qilmay qo'ydik. 3-4 joyda pantish boshladik buni orqasidan. O'zimizga ortizal va tug'ilishni biz ham xohlamaymiz. Mana bu ham keramogranit, bunisi ham umumiy olib qaraganda endi necha kvadrat ketdi? Bular to'g'risi har bir obyektda har xil razmer chiqadi. Shuning uchun ahamiyatsiz necha kvadrat ketgani. Xo'p, kafelimiz g'isht aytdik 1300 dona, sement 1 tonnaga yaqinlashib qolgan. Xizmat narxini aytdik. Yana opamiz o'zi aytishdi 10 million so'mga bitgan. Turbalarda endi xafa bo'lmasalaring bitta ustiga chiqaman deyardim, tozalab artimda, endi ustiga chiqmay qo'ydi. Ko'ryapsizlar-a? Do patolog emas, no. Endi oz-moz qoldirdik, sababi endi bitta buzib qo'ymasin deb. Ko'ryapsizlar-a? Apishkasi qilindi. Apishkasi qilinib, ichi to'la beton bo'ladi. Bu yertaga bang'ira o't boradi. Yo'q, unaqa narsalar bo'lmaydi. Umuman kuzatilmay xudo olsa. Endi yana alohida keling. Alohida narsaga to'xtalaylik-da. Mana shu narsa, mana shu turgan joyimiz 1.60 ga 2 metr joy. O'zbekiston bo'yicha emas, butun dunyoda ayollarimiz orzusi bo'lgan joy. Qarang-da. Duxovkasi bor, mo'ykasi bor, рабочий stoli bor. Nima kerak endi? To'g'rimi? Xuddi shunday chiroyli joylarni qilib bitirib berishimiz uchun bizga sizlardan bo'ladigan yordam like bosib qo'ysalaring, obuna bo'lib qo'ysalaring, Allohga oson. Like bosib obuna bo'lib qo'yganlaringdan keyin nasib bo'lsa sizlarga borishimiz mumkin. Endi haligi nima edi? Hali niyatga yarim ol deyshadi-ku, to'g'rimi? Shuning uchun like bosib qo'yinglar, obunachilar. Endi sizlardan juda ham o'dini so'rab olmasak ham endi iltimos qilamiz-da. Xudo xolasa aytganimdek, sizlarga borib qolishimiz ehtimoli bor. Like bossangiz bo'ldi. Sizga ko'p narsa so'ralmaydi. Mana shu chiroyli qilib yaqinlashtirib bitta ko'rsatib qo'ying. Endi qanday bo'lyapti opajon? Shu tortimini ko'ryapman, yaxshi. Endi qarang, mana endi keling. Operatorimiz mana bu yerda chiroyli qilib tushirib qo'yganmiz buni. Mana yerda yana ko'ryapsizlar-a? Mana. Ko'ryapsizlar? Suv keladi, qaynaydi, shunday chiqib ketadi. Hech kim ortiqcha mehnat qilmaydi. Endi xullas hammaga katta rahmat aytib, biz videomizni yakunlashga harakat qilamiz. Manzilimizni eslatdik. Ya'ni ko'pchilik o'zimni so'rashadi. Usta qayerdansiz? Nima ish qilasiz? Palonpisni. Yo'q, unaqa emas. Biz o'zimizni tanishtirib ko'ramiz. O'zim Farg'ona viloyati Rishton tumanidanman. Oxir Mirzaida tug'ilib katta yerman. Ismim Abdulla, 92-yilman. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Telefon raqamini chiroyli qilib yozib qo'yamiz. Xizmatlar butun O'zbekiston bo'ylab